Assalamu alaykum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Hammanglarning yana bir kuni muborak bo'lsin. Bizni yana bir qatim muloqot qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. 10 kun atrofida internet bo'lmay aldığın qatimliq video kechikib yo'llandi. İnternet şirketimizni almashtirdik. Bugun tunji qatim naq maydon videosi qilib sinab beqyapman. Qamlashib qolsa bundan keyin naq maydon qilaman inshaalloh. Normal davom qilamiz. Bu isteksiz urushning uchinchisi psixologik urush. Buningda psixologik harakat haqida tushuncha beramiz. Qisqacha. Buningga qisqacha demasak bo'lmaydi, chunki haqiqiy bir psixologik urush bilgini bo'lmak, mutaxassis bo'lmak uchun ko'p kitob o'qimak lozim bu vaqtda. Buning uchun biz bu yerda faqatla qisqacha tushuncha beramiz. Psixologik harakat, ya'ni taktik jihatdan bu psixologik urush turiga mansub. Bu urush davrida yoki tinchlik davrida do'st yoki dushman to'plamlarning tutumi yoki harakatlariga ta'sir ko'rsatib, siyosiy yoki harbiy nishonlarning qo'lga keltirilishini desteklamak uchun milliy kuch omillaridan biri bilan planlanib elib berilgan barliq faoliyatlar psixologik harakat deyiladi. Bu psixologik harakat deganning o'lchamli ta'biri. Milliy kuch unsurlari yoki milliy kuch tarkiblari deganni oldingi qatimda deb o'tgan to'q. Milliy kuch degan umuman davlat va millatning taqdiriga ko'ngil bo'ladigan bir xil ruhiy omil. Shundaqla iqtisodiy kuch, moddiy kuch, ma'naviy kuch hammasi qo'shilib milliy kuch bo'ladi. NATO'ga göre, Şimal Atlantik Ahdi Teşkilatı'na göre psikologik hareketinin 3 basqıçı var. Bular stratejik psikologik hareket, operasyonlik yoki krizisga javoban psikologik hareket, üçüncüsü taktiklik yoki umumiy hujum psixologik hareket. Stratejik psixologik hareket bir davlatning boshqa bir davlatni nishonga elib boradigan yuksak saviyadagi uzun muddatlik ko'p taraflamalik harakatdir. Operasyonlik yoki krizisga javoban elib beriladigan psixologik hareket muntazam urush sirtidagi harbiy surkilishlarda uşaq sürkülüşler. Xalqni qozonish uchun elib berildi. Taktik yoki umumiy hujum turdagi psixologik urush bo'lsa, sürkülüş maydonida dushman kuchlarining qarshilik irodasini sundirishni maqsad qilgan harakatdir. Psixologik harakatlar faqatla fuqarolarga qarata emas, askarlarga qarata elib berilganligi sababli ham urush, ham tinchlik davrida o'xshashli elib berildi. Urush davridagi harakatlar uzoq tarixdan beri insonlar tarafidan qo'llanilib kelinmoqda. Masalan, Selçuklar asos qo'shinlardan burun dushman tarafga bir guruhni evatdi. Beshi buzuqlar deb ataladigan bir guruhga. Ya'ni go'yo bu Selçuk armiyasining tarkibi emas.
beşi buzuqlar bo'lganligi uchun beshi yo'q. Xiyoliga kelgan ishni qiladigan vahshiylar. Bu gruppa dushman tarafga ivatilibdi. Buni nihoyatda g'alati kiyingan bo'libdi. Ash qiyofatining o'zi nihoyat qo'rqinchli. Buni boshqog'ini olmaydigan, tizginlash mumkin bo'lmagan bir to'p sifatida. Dushman tarafda bu qo'rqinch yaratgan. Amerika inqilobi davrida Amerika mustaqillik tarafdorlari Britaniya askarlari orasida taqatgan İngiliz aqsunaklarining namratlarni qandaq ezganlik haqidagi bir sho'rlar yana mushtarak turadi. Ikkinchi dunyo urushi davrida natsist tashviqot mashinalarining Amerika askarlari orasida taqatgan zangilarni quturtish tipidagi tashviqot varaqlarimi mana shu turibdi. Texmi diqqatga arziydigan misollardan biri Ikkinchi dunyo urushi davrida Rus partizanlarının qo'lga tushgan nemis askarlarini yeydiganligiga doir mishmishlar. Shundaqla oqida tashlab ketgan narsalar ichida chekingan vaqtida go'yo yig'ishtirishga ulgurmay qolgandek bir manzar yaratib, tashlab ketgan narsalarning orasida nemislarni yeydiganlik haqidagi so'z cho'chaklarni tasdiqlaydigan ko'rinishlar nemis askarlarining yuragiga qattiq qo'rqinch soladi. Mana bu bir tür. Psixologik harakatlarni faqat kuchli davlatlar yoki kuchli taraflarla amaliylashtira oladi deb qarash xato. Bu harakatni partizanlar, terror guruhlari, qarshilik ko'rsatuvchi guruhlar hammasi psixologik harakatlarni qo'llanishi mumkin. Bu nuqtada 94-yildan 96-yilgacha davom qilgan Rus Chechen urushida Chechenlarning Ruslarga qarshi ilib borgan psixologik harakatlarini misol qilish mumkin. Bunun birisi Rus harbiy mashinalari va taktik qismlarining harakatlari ko'pincha ayollardan tashkil topgan odam barakatlari, ya'ni to'saqlar tarafidan to'sqinlik uchragan. Ikkinchi, chechenlar Rus harbiy kiyimlarini yoki Qizil Kirst xodimlarining kiyimlarini kiyib olib, tezlikda o'rin almashtirish yoki tuyuqsiz hujumlar uchun ishlatgan. Bunun bilan Rus qismlarining kayfiyatini buzgan. Üçüncüsü, Çechenler Rus radyo nashrlariga sanab kirib, xato ushur taqitib Ruslarni elishtirgan. Andın Rus ofitserlari oilalarining o'ltirdiganlik tahdidlari bilan qo'rqitilgan. Beshinchi, Chechen partizanlari o'lik yoki yarador Rus askarlarini derazalarga bog'lab, Rus askarlarının bu binalarını o'q tutishining oldini olgan. 6. Rus askarlarının kallasi kesilib, Rus harbiy mashinalari o'tadigan yo'llarga daraxtlarga esib qo'yilgan. 7. Rus askarlarının jasadlari bombaliq to'zaq qilingan. Ya'ni bombaning jasadning tagiga bomba qistirib qo'yilganda ehtiyot sombisi tatib etilgan bombani jasadga bostırib qo'ygan. O jasadni yo'tkayman deb midirlatgandan keyin bomba portlaydigan shaklda. 8. Chechen partizanlari Rus jamoatchiligini atom va biologiyalik hujumlar bilan tahdid qilgan. Endi uningda atomning bo'lishimi natayin da endi qo'rqitish uchun shuni qilgan bir yolg'on tashviqot. 9. Chechenlar ishg'ol qilingan Rus radio va TV'lardan tashviqot tarqatgan. 10. Checheniston Ruslar tarafidan qorishib olingandan keyin Chechen partizanlari qorshov sirtiga sizib
Ba'zi Rus shaharlariga hujum qilish bilan Rus fuqarolari va Rus askarlariga ruhiy jihatdan zarbalangan. Ruslar qattiq bostirishdan boshqa ta'siri bor bir psixologik harakat elib borolmagan. Faqat qattiq bostirgan. Tamam. Natija itibarida Ruslar Chechenistonda bo'ysundirgandek qilsa-mu, psixologik tarafdan bu urushda chechenlar g'alaba qilgan. Bu g'arb muloyizchilaridan birisi tarafidan xulosalab chiqilgan mazmunlarken keyingi chog'larda O'rta Sharqda birdilla paydo bo'lgan IShID, Iroq, Sham islom davlati degan tashkilotning bosh kesish usulimi bir turli psixologik harakatdir. Deyilganidek, psixologik urush dushman kuchlar tarafidan o'zaro qarama-qarshi elib beriladigan kayfiyatni buzish, cho'chitish, qo'rqitish va buzg'unchilik paydo qilishni nishon qo'ygan urush turi bo'lg'achqa, har doim ichida ba'zi paketlar bo'lgan, ishondirish kuchi bo'lgan harakat planini tuzib chiqish lozim. Ichida ma'lum paketlar bo'lgan. %100'lar noldan boshlab yolg'on bo'lsa, bu yana tutmay qoladi degan. Ma'lum paketlarni o'z ichiga olgan bo'lish kerak. Ba'zi yerlarga ishonmaydisangiz, ba'zi yerlarning paketini sizmi bilasizmi? Ya maras emasmi? Deysizda, anınğa ishonib qolasiz, qag'ay yurigimi. Onun uchun bunday bir planni tuzib chiqish uchun birinchisi texnik ko'p omma orqali ba'zi paketlarni o'z ichiga olgan va dushmanni ma'naviy jihatdan yemirishni nishon qilgan tashviqotlar ilib berilishi kerak. Ikkinchisi saxta voqea yoki faoliyat planlari hazırlab dushmanning qo'liga tushishini ta'min etib bir yo'llar bilan dushmanning qo'liga tushib qolish kerak bu plan. Çünkü saxta plan da bu. Bu saxta plan ve harakat planları, faaliyet planlarını nəhayət məxfiydə tutqan ahval aslında düşmanın qoluğa çıxıb gəlişini təmin edib, düşmanını yanılışdırmaq gerek. Azğaşdırmaq gerek. Üçüncüsü, bazı casus ve həmkarlaşqıçılarının tizimlikini hazırlab, bunu düşmanın qoluğa düşürmək. Bu arqılıq özümüzün qolu yetməydiğən bazı münafıqlarını düşmanın qolu ilə cəzalamaq lazım. Yani bu casuslar, yani Xitay işleydiğen bu casuslar paş oldu, bizim tarafımızdan tutuldu ve endi bizge işleşke maqul oldu deydiğen bir xil tuyg'uni düşmanlarga bildirib qo'ygandan keyin bu munofiqlarni Xitoy o'zi jazolaydi yoki uningga ishonmaydigan bo'ladi deydi. To'rtinchi, ba'zi oshkorlangan dushman josuslarini davomli sir tutish orqali oshkorlanib qoldi. Biz bilib qoldik uni. Ammo bilib qolganligimizni sir tutib bilmayotgandek bo'lib o'lib. Ularning qo'li bilan düşmanga yolg'on ma'lumot, xato uchur yo'llamoq lozim. U meni bilmadi deb o'ylaydi. Bilmadi deb o'ylaydi va biz uni bilmayotgan bo'lgandan keyin yolg'ondan bizning ba'zi planlarimizni uning xabardor qilamiz. U buni düşmanga yo'llaydi. Amaliyotda bu saxta uchur, yolg'on uchur. Beşincisi, bazı tutulgan casuslarning düşman haqidagi itiraflari, bayonlari e'lon qilinib, buningga tayangan va bularni keng sharhlarimi e'lon qilinishi lozim. Endi ba'zilarini bilmaslik selib, davomli ish qilib, hali qanday xato uchur taqtishda foydalanadigan
Ba'zileri bizning jazolashga qo'limiz yetmagan bu dushmanning ichida, hozir Sharq Turkistonda deylik. Buningga bizning qo'limiz yetmaydi. Bu holda nima qilamiz? Uning aslida bizning odamimiz ekanligi haqidagi yolg'on uchurlarni Xitoyga berib, Xitoyning qo'li bilan jazolaymiz. Endi ba'zilari bizning oramizdagini bilib qolamiz. Bilib qolsaqmi, bilmaslik selib, u orqali xato uchur yo'llaymiz. Yana ba'zilari deylikki, yangidan Xitoy hukmronligi ostidan chiqqandek bo'lgan ba'zi jasuslarni tutib olib, uning iqrornomalarini, uning Xitoyning planlari haqidagi bilganlarini, ko'rganlarining hammani butun dunyoga oshkorlatqizib, mana men Xitoyning o'zining adimi bunda deyapti deb, bu bir nayt kuchli paket bo'ladi uning bayonlari va buning bilan birlikda uning sharhisini, u biz tarafdan sharhlanishi lozim. Endi ba'zi uchurlar va ba'zi ma'lumotlar va sharhlanmagan taqdirda chet elliklar uning zot qanday ish ekanligini, uning qanchalik dahshatli ish ekanligini yoki insoniyat uchun qanchalik xatarli ekanligini bayqamasligi mumkin. Chunki ular Xitoyning orasida yashab boqmaganligi uchun biz tushungandek tushunmaydi Xitoylar. Uning uchun sharhini birga e'lon qilmoq lozim. Altıncısı düşmanning harbiy va siyosiy boshqaruvchilari. Ya'ni ma'muriyatda ma'lum darajagacha biz qo'limiz yetgancha boshliqlarni, Xitoyning ma'muriy boshliqlarini agar kelgusi kuchayib ketdi, biz taki davlatning beshidagilarga qo'limiz yetib qolsa, o taxim yaxshi ministrlarga deylik. Bu ma'muriy boshqaruvchi, endi harbiy amaldorlar deylik, generallarga yuqorisi, kuchimiz yetgancha. Bularning zaifliklari tekshirib, aniqlanib, tahdid ostida tutilishi. Ya'ni Xitoylarningki quyruqini tutib oldi deydigan bir gap bor-ku. Ya'ni Xitoylar umuman xizmatdoshlar, ikki amaldor, muavin va jini ulab ikki amaldor birlikda ishlagan vaqtida quyruqini tutib oladigan bir ish bor. Yani birisinin acizliğini bilip kalıp ve onu bilip kalganlıkını azraq onun beşaret yürüp koysa, ondan o yavaşlap kaladı. O kem kötüsüz boysunadigan halet keladi. Mening günahimni bu bilip kaptı emasmi deb qo'rqadigan bo'ladi. Yani bu quyruqini tutib olish yoki zaifliklarini, aciz taraflarini tutib olish ve bununla tayangan halda onunla tahdid selish. Bu orqali nima qilgan oldu? Uni yavaşlatgan oldu bir. İkincisi bazı talablarimizni onunla icra qildi oldu. Ve onundan bazı ma'lumotlarni ag'ili oldu. Yettincisi düşman içindeki Xitoy olmagan kishilar orqali. Xitoy bo'lmagan millatlar orqali. Xitoyning davlat apparatlarida, harbiy qismlarida ishlaydigan Xitoy emas millatlar orqali ishonchsizlik va qo'rqinch terish. Asosiy Xitoy aholisi qartilgan xitoblar, uqtirishlar taqitish orqali Xitoy ommasining hukmronlar tarafidan oldinyotganligi. Amaliyot bu. Amaliyot bu. Ama nurg'un Xitoylar bir avlod oldinib, ikkinchi avlodga qadam qo'yib ketganligi uchun buni kam ko'tisiz rost deb ishonadi. Hatto erkin dunyoga chiqqandan keyin buni kallasidan yutolmay hozirgacha
ayrılmaz bir parçası deydiğanga işini Xitaylar. Vatanımızın besivelingan, onun ecdatları tarafından besivelingan zemin ekanligini itiraf qilmaydi Xitaylar. Bunu itiraf qiladigan Xitaylar intayin az. Bu burmalangan tarixni bu Xitoy ommasiga tushundirmek lazım. Bunu besivelingan zemin ekanligini Xitaylar hükümranlar tarafından aldanıvatqanligini ve bu tüfeylden umumi ahali falaketga qilish ehtimollıqi borligi. Aman bir kuni bu sürkülüşning bo'ladiganligi ve bu Xitoy ommasiga bir yo'qolish, yemirilish, bir falokat bo'ladiganligini talqin qilib turish lozim. Gerçi Xitaylar Chechenshiydi qabul qilmaydi Xitaylar. Xitaylar dünyada hech qanday millatga o'xshamaydigan darajada aşırı derecede şovinist bo'lganligi uchun zakisidan, qondan Xitaylar umuman haqni qabul qilmaydi bu milliy masalada. Men nurg'un qatim deb o'tdim. Yevropaning istilochilari istilo qilgan mamlakatlarda istilochilar ichidagi ba'zi haqqoniyatchi odamlar istilo qilinmoqchi millatlarning tarafida turib, o'zining millatiga qarshi kurash qilgan. Haq uchun. Ama Xitaylardan bugungacha Uyg'ur tarafida turib, o'zining millatiga qarshi tashkilotlangan Xitoyni ko'rmadik. Ve hatta ağzıda olsa mı qo'llaganini ko'rmadik. Endi bu darajada bir millat. Şunu bunun gap qilganning foydasi yo'q deb tashlab o'tgimiz keladi. Lekin bu nazariya jihatdan xato. Tashlab o'tish. Yanıla onu ta'sirlantirishga, onu Xitoy hukumatining aldavatganligiga ishontirishimiz, haqni tushuntirishimiz kerak. Düşmanning ichida tarafdorlarimiz, bizga ma'lumot beradigan odamlarimiz borligining bishoratini berish lozim. Xitoylar. Uning ichida go'yo ba'zi odamlar bizga ishlaydi. Haqqoniyatchi Xitoylar bor uning ichida va bizga ba'zi uchurlarni berdi. Buningdan bishorat berish lozim. Buning nimaga foydasi bor? Xitoylarning o'z ichida parakende oluşuga, sarasimiga tushishiga, bir-biriga ishonmaydigan bo'lib ketishiga foydasi bor. Bir gruppa, bir partiyaga mansub, bir ish halqasidagi bir gruppa odam bir-biriga ishonmasa, ish yoqmaydi deganga. Bu ishini aqtolmaslik uchun, ishonchsizlik derish uchun qilamiz bu ishni. Bazı vakalar mevcut olmayan xiyali teşkilatlar tarafından qabullanıp, üstü gelinip, goya nurgun hareket teşkilatları badek tonuş payda kılıp düşmanla parakende kılış. Deyli ki, Ürümçü'de bir vaka oldu. Bu vakanı yutuğu uruplu tepilgan bir teşkilat, palonu teşkilat bunu biz kıldık da üstü geliş lazım. Yok teşkilat ameliyette. Ve yanı bir hareketine yanı bir üstü geliş lazım. Şunun bilen goya bu yerde cık karşılık gösteriş teşkilatı var da keyfiyatını peyda kıysa Xitayların psikoloji cihetten çarçaydı. Amma arqılıq, hatta düşman taraf fuqarolarının öz içiga algan halda goya qo'lluğuchilarimiz ko'ptek. Kuchimizni mubolag'alik darajada ko'rsatadigan tashviqotlar orqali dushmanni og'zish, charchitish. Öz içimizde yoki öz xalqimiz ichida ruhni tushiradigan xabarlarning tarqalishini cheklash. Ahirasida düşmanning psixologik urush haqida xalqni ogohlantirish, bilgilantirish, muloyizalar bilan hujumning xarakteri va maqsadini tushuntirib turish lozim. Chunki psixologik urush istiqsiz bo'lganligi uchun uni xili odamlar o'zini ziyoli hisoblaydigan,
odamlarmi anqiranmaydigan darajada bo'ladi. Şunlaşqa onu muloyiza qilib tushuntirib turish lozim xalqqa. Buningdan maqsad nima? Buning oqibati nima bo'ladi? Xitoy bu orqali nimaga yetmoqchi? Buni tushuntirib turish lozim. Chunki tarixdan bugungacha hukumchiliklarning orasida bir gap bor. O'qimagan qarqusaqdan o'qigan qarqusaq yomon deydilar. Endi bu o'qigan qarqusaq deydigan qarqusaqlar Uyg'urlarning ichida intayin ko'p. O'zini ziyoli hisoblaydiganlar. Ash maktabda o'qigan darslikning teshida 10 kitob o'qib boqmagan. Ammo ajoyib bilarman bo'ladi bular. Bu o'zining qilayotgan ishini o kadar yo'g'on biladiki, ishtonga patmoqliq bular. Yani bunda qaraqusaqlarga bir narsa tushuntirishning hech imkoni yo'q. Bir dehqonga tushuntirish mumkin. Ammo anda o'qigan qaraqusaqqa tushuntirishning imkoni yo'q. Uning uchun bu psixologiyalik urush degan istiqsiz urush bo'lganlik uchun. Uni xalqning anqira olishi mumkin emas. Texmi mümkün emas. O'qigan qarqusaqlar bilan ma'lumotga yerdi. Onun uchun buning muloyizasini qilish lozim har doim. Bundan boshqa xalqimizga dushmanning murassasiz dushmanligidan bishorat berish. Ya'ni bu haqiqat doim talqin qilinishi. Dushmanning ijroatlari bizning qarshiliklarimiz tufaylidan kelib chiqmaydiganligi. Nurg'un odamlarda hozirgacha bunday xato qarash bor. Chet eldagi mening harakatimni bilib qolsa, mening ota-onamni tuqqanlarimni manda bo'ladi. Chet elda turib qo'rqishning sababi bu. Ko'p qatim dedik, hozir 3 milliondan ortiq Uyg'ur tutqunda deyilyapti. 3 milliondan ortiq Uyg'urning hammasining chet elda tuqquni bo'lsa, chet eldami 3 million Uyg'ur bo'lishi lozim bo'ladi qarindoshlar. Bir odamning bir tuqquni bo'ldi degan taqdirda. Unda ish yo'q. Xitoyning bu vahshiyona ijroatlari bizning qarshiliklarimiz tufaylidan, bizning haddi harakatlarimiz tufaylidan, so'zlarimiz tufaylidan, dushmanligimiz tufaylidan emas. Hech buningdan kelib chiqmayotdi. Aksicha dushmanning biz bilan birga yashash niyatining yo'qligi. Asli bizning qandaqdir ma'lum gunohimiz uchun emas, Sharq Turkistonlik bo'lganligimizning o'zi birdan bir gunohimiz ekanligi. İtiqat darajasida bu qarash tiklanishi lozim. Uyg'urlarda. Sharq Turkistonliklarda bu qarash itiqat darajasida tiklanishi lozimki, biz ondan boshqa reaksiyon tashviqotlarga, bizni azg'ashtiradigan, qaymoqtiradigan tashviqotlarga hech ishonmas bo'lamiz. Bu tanlangan travma psixologiyasi deyiladi. Tanlangan travma. Travma degan bir xil psixologiyalik kasal bu. Psixologiyalik holat. Düşmanning ijroatlari va xalqimiz duch kelgan bu dahshatli qismat tanlangan travma holiga keltirilgandilar. Ondan Xitoyning murassasiz dushmanligi, bizning gunohimiz faqatli zimin egasi bo'lishimiz ekanligi qarashi muqimlashadi. Bu qarash muqimlashmay turib, biz ham birlikka kelolmaymiz, niyatni bir qilolmaymiz, xuddi imzoshida bo'lgandek. Aşı Cumhuriyet Assallık millet degenler, aşalı Xitay koygan isminin keynidi palakşıganlar, Xitayni üzül kesil düşman, murassasiz düşman, biz şüktusak mı düşman, hareket kıysak mı düşman dep tonumağallarının kılavatkan işi. Bulmasa, kanda tabiat aşı, aş karaşının keynidi jukurdu, kanda tabiat aşı, oylap bakanlar. Bir hakaret koy,
Biz tarixdan bizning ajdodimiz yashab kelayotgan bir zaminning ismi bizning tilimizda emas, Xitoyning tilida bo'lishi haqorat bu biz uchun. Eng aqlli inson haqqini emas bu. Yana aşının taraftarları var. Minglagan Uyg'ur bunun taraftarı oldu emasmi? Bu qatam. Bunun sebebi düşmanni üzül kesil. Asli ma'nosi bilan, chin ma'nosi bilan %100 tanımaganlıktan kelib chiqqan. Chunki qayta shakllantirilgan xalqimiz özlerini azat kılıngan xalq, itibar verişlerinin obikti, g'amxo'rlik obikti deb qabul qildirilganligi uchun taxichi düşmanning qilchimi murassa qilmaydigan düşman ekanligini tunish kam. Hatta erkin dünyadagi birmuncha Uyg'urlarni ta'kidlaganimizda psixik asorat ichida yashashni davom qilayotgachqa erkin dunyoda Xitoylarni o'zilkisin dushman deb tunish yetarlik bo'lmag'achqa vatanimizga dushman qo'ygan haqorat tiksim til qilishdan numus qilmaydiganlar bo'lib qolmay hali o'qimishlik ko'ringanlar ichidami, ya'ni o'qigan qarqo'saqlar mana shunday rasvo fikr iqimiga moyillik, tarafdorlik mavjud. Psixologlarning birdek qarashicha haqiqiy baxtiyorlik, diqqat qilinglar. Amaliyotdagi baxtiyorlik. Ya'ni kiyay desangiz hamma nimamiz bor. Yey desangiz arzu qilgan har qanday narsani elib yelaydigan imkoniniz bor. Sayohatga boraman desangiz bora oladigan imkoniniz bor. Nima deyman desangiz deyalaydigan imkoniniz bor. Bu haqiqiy baxtiyorlik mushuna bo'ladi-ku. Ya'ni amaliyotdagi baxtiyorlik. Psixologlarning qarashi chiqqandan keyin haqiqiy baxtiyorlikmi ideologiyalik yo'l bilan ishlab chiqarilgan baxtiyorlikdek jon fido ruhida bo'lmaydi ekan. Qarindoshlar. Adamning ishongisi kelmaydigan deb turamdi buningga yaqinda. İdeologiyalik yo'l bilan ishlab chiqarilgan, ya'ni sunniy mayadilli baxtiyorlik borda kallada. Turmushda yo'q. Ammo bu baxtiyorlik qana bo'ldi ekan, jon fido ruhida. Bu baxtimizni qo'g'dash uchun, bu baxtni bizga ato qilgan, bu ijtimoiy tuzumni qo'g'dash uchun jon fido qiladigan ruhda bo'ladi ekan. Bu saxta baxtiyorlik. Men bu teoriyani jonliq ifodalaydigan bir roman yozgandim. Aytavur 5-6 yil bo'ldi uningga nashr qilinmoqda. Mening balalik davrim aql ko'rinish qilinib, madaniyat inqilobi deyilgan zamonlardagi ideologiyalik baxtiyorlikni tasvirladim shunda. Seriq qo'noqning zag'risiga qo'saq to'ymaydi. Ammo insonlar o'zini dunyodagi eng baxtiyor xalq deb ishonadi. O'sha zamonlarda. Shuni shu romanda aks ettirdim. İnşallah uni kelar yilgacha huzuringlarga chiqarishga nasib bo'lar. Cho'l tegmayotdi. Turli boshqa jiddiy temalar tufaylidan. Dal shundoq bo'lg'achqa nurg'un xalqimiz texicha Xitoy bilan baxtiyor bo'ladiganligidek ezit qutman ichida qaymoq yemoqda. Go'yo Xitoydan ayrilsa yashag'in olmaydi. Bizning nurg'un odamlarning xiyoli bu. Apashkari deydiganlar var hatta. Endi bu ezit qurup, ezik to'g'ish tumanlarga qarshi amaliyotga aylantirilgan qayta shakllantirishga qarshi.
Sharq Turkiston xalqida ziyonkashlikka uchirg'uvchilar psixikasi yaratish lozim. Ziyonkashlikka uchirg'uvchilar psixikasi yaratish. Sharq Turkistonlik bo'lganligimiz gunohimizkan. Uyg'ur bo'lganligimiz gunohimizkan. Zimin egisi bo'lganligimiz gunohimizkan deydigan qarashni hokim qilish orqali umumiy milliy nafratni qo'zg'ash lozim. Tarixdagi shon-u shavkatimizni eslatish bilan birga bugungi oqida qilishlarimizni oqida qoldik, qaloq qoldik deb qarashamiz ya. Oqida qilishlarimizning va barliq baxtsizligimizning yegona sababchisi Xitoy ekanligi hukmini umumlashtirish lozim. Jimi baxtsizlikning manbasini aniqlab kelsak, Sharq Turkistonliklar bugun amaliyotni chiqish qilgan, ilmni asos qilgan holda manbani aniqlab kelsak, shuni ko'ramizki, jimi baxtsizligimizning tub sababchisi Xitoylar. Ammo bu qarash umumlashmadi. Buni umumlashtirish lozim. Deb o'tganimizdek psixologiyalik urush qarama-qarshi taraflar orasida bo'ladi. Shuni dushman tarafning o'zlari olib berayotgan psixologiyalik urushlarda vosita sifatida ishlatadigan Sharq Turkistonliklar, ya'ni munofiqlar, kallasi juyilgan manqurtlar yoki soddaligidan yaxshi yomonni farq etolmay dushmanning dipiga usul o'ynaydiganlar, o'qigan qora qo'saqlar cho'qim tozalanish kerak. Yoki ta'sirsiz holga keltirilishi kerak. Shuning bilan birga bu o'rnaklarda dushman xalqimizga qanday bir o'yin ko'rsatyapti? Qanday bir oqibatdan bishorat beryapti? Nim maqsadga yetmoqchi? Bular to'g'ri analiz qilinib, mohiyati echib tashlanishi, xalqqa tushuntirilishi kerak. Chunki har davrning, har favqulodda holatning psixologik urushlari o'xshamagan shakl olishi mumkin, o'xshamagan maqsadi bo'lishi mumkin. Masalan, bir asosiy etnik guruh ichidagi asonliq guruhlarga Sharq Turkistonda deyli, Sharq Turkiston uchun aytganda qozoqlar, qirg'izlar, mo'ng'ullar. Xitoylar bizni asosiy dushman deb taniydi Uyg'urlarni. Onun uchun tarixdan beri bizden az bo'lgan Sharq Turkistonliklarga qarata ma'lum e'tibor berish, bizga qaraganda jiqroq e'tibor berish orqali bizning torliqimizni keltirish, hasadlarimizni qo'zg'ash va bu tufayli asosiy dushmanni unutib qolib, o'zimizning qarindoshlaridan nafratlanadigan bir xil kayfiyatni yaratdi. Bunu eslayalaysizlar. Uyg'urlarning ichidagi birmuncha atalmış millatchilar nafratini qozoqlarga qaratadigan bo'ldi. Qirg'izlarga qaratadigan bo'ldi, mo'ng'ullarga qaratadigan bo'ldi. Nima uchun? Xitoylar ularni bizga qaraganda biroz e'tiborlab qo'yganligi uchun go'yo u bizning rizqimizni yeb ketib qolgandek ko'rindi, bizning ko'zimizdan kichikligidan. Uning aqsdagi uyanni ko'rolmadik. Bularni sadoqatini azaytish maqsadli elib berilishi mumkin. Ya'ni agar Uyg'urlar inqilob qilib qolsa, qozoqlar, qirg'izlar, mo'ng'ullar degandek boshqa oz sonli Sharq Turkistonlik qarindoshlar bizning bu inqilobimizga qarata sadoqat bilan qo'shilmaydigan, ya saxtlik bilan qo'shilib qo'ydigan yoki hech qo'shilmaydigan qilish maqsadi bilan elib berdi bu xil psixologiyalik urushni Xitoylar. Ya'ni Sharq Turkistonda Uyg'urlarni yolg'iz qoldirish uchun. Shundaqla ularni qarama-qarshi safga keltirib qo'yishlari mumkin. Hatto bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'yishi mumkin. Bundan boshqa bir tashqi siyosatga aloqador harakat tarafsida jamoat fikri hosil qilish uchun psixologiyalik urush elib berilishi mumkin. Psixologiyalik urushning yana bir hunari yoki metodi bir davlatning qaror oluvchilarini chorasizlikka tushirib, o'zlarini chorasiz, ojiz, mag'lub hissettirmektir.
11 bitimde 46-yılı Ürümçide elip berilgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin vekilleri bilen Zhang Zhijun arasında elip berilgan 11 bitimde Şarkı Türkistan'ın karar algıçıları mışındak vaziyet düşürülgen. Üzünü çaresiz, aciz, mağlup hissetkizilgen. Ve şunun bilen bir devletke vekillik kılıdığan bu vekiller müstakil bir devletinin vekili olup kilip bir ülkenin muavin başlığı olup kayıttı 11 bitimde. Yani vatan setildi. Bazıları bunu 49. yılı 50. yılı setildi de kakşap bakadın tarihini okup bakmay. 11 bitimde setildi bu vatan, karındaşlar. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hükümeti taqıtıldı şu vaqtda. Emelden kaldı 46. yılı. Psikologiyalik harekette en mühim hücum noktalarından biri cemaatni, millet kollektifini bir arada tutup durduğun hukumlardır. Nime bizni bir arada tutudu, qarindaşlar? Nime? Bir düşman, bir nişan. Yaki milli şuarımız buluşu mümkün. Demek düşman bunu yüzünün hücum nişanı kıladı. Aldın kıtımda Salih dedi, İnqilabi nakşılarını, vatanperverlik diyemizdeki nakşılarını teşebbüs kıldı. Gerçi nakşı okup yürüş, hazır bizge yaraşmısı mı? Yani bir insan bağlandıkken, bir köngül açıdığan, onu muhtaç olap kalımız şuna de. Onda emas. Köngül etişki muhtaç ulaştırılan nakşı okuş gerek emas. Köngüllerini birbirine bağlaş, niyetini bir yere ekiliş, ruhni bir iqimda billa aqadigan qilish uchun mu naqshi lazım. Qarindoshlarning esida bo'lish kerak. Men bu temani so'zildimi bilmayman. Muzika ve milliy ruh deydigan bir maqola yozgan yodimda buni so'zladimmi bilmay qoldim. Bu muzika bilan milliy ruhning ashunday bir bog'lanishi bor qarindoshlar. Germaniyaning faylasuflaridan Nietzsche Germaniyani faqat muzika qutqizib olaydi degan. O'ylab baqinglar qarindoshlar buni. Muzika qanday qutqizib oladi? Muzika ruhni qutqizib oladi yani. Başta. Ruh qutulsa jismoniy jihatdan qutulish meydoniga keladi. Uni demoqchi. Muzikaning o kadar roli var. Men bir şu maqolada dedim belki yana bir misolni. Su astidagi dushman deydigan bir film bor, Amerikaning filmi. Germaniya mag'lubiyatga yuz tutgan oxirgi mezgillarda bu Atlantikda Germaniyaning bir su asti paraxodi bu ittifoqdoshlarninki paraxodlarining qo'rshovida qoladi. Ya'ni suvning tagidan chiqolmay qoladi endi. Chiqsinlar endi bu faqat yegona bir suv asti paraxodi. İttifoqdoshlarning paraxodlari bek ko'p atrofda. Chiqsinlar zarbaga uchraydi. Shuning bilan suvning ostida bek uzun turib qolib, oksigen tugaydi yani. Birmuncha askarlar hushidan ketadi. Ruhsizlanadi. Ba'zilarning psixikasi buziladi, yig'lashga boshlaydi. Bir passiv ruhiy holat meydonga keladi. Şu vaqtida kapitan bu nimaga kirib, umumiy radioda radio kanal orqali
buyruq jakalaydigan yerga kirib, patifondun Germaniyanın dövlet marşını koydu. Germaniya hemmidan a'lani. Şu vaqtda heliqi yantıyıp yatqan, soluşap yatqanlının hemmisi qaytadan canlanadi. Bir kuplet oqulğıcha canlanadi. İkincisi de ba'zilar naqshiga qo'shilashga boshlaydi. Üçüncü kupletga kelganda hemmisi putlarini urib, qo'llarini shiltab, bu marshni o'qiydi. Demek bunda rolu var. Şunlaşqa ko'ngil etish uchun emas. Ko'ngil etish uchun emas, ruhni urg'utish uchun. Milliy ruhni urg'utish uchun. Qalblarni birlikka keltirish uchun. Marshlar haqiqatan da bek kerak. Chet ellarda qarasak, xalijiq shoirlarimiz var. Loşun Efendi'nin deginidek qo'shmaq o'dek jüpkepinek şiirlarni yezip jürmey. Qandaqto Nesriddin Efendi'nin aqstin berip iz o'qib bermesi o'qig'in olmaydigan, xitiga o'xshaydigan, hech kim tushunmaydigan gungilarni yezip jürmey. Jengi var tekstlarni yozsin. Qozog'istonda bir ansambl var. Angliyada mı var her halda birisi. Bular muzikasini ishlasin. Canlılık, cengi var, adamını ruhlandırdıgan, hayacanı salıdıgan muzikalarını birleştirip, biz nurgun marşlarını baklık keltirişimiz gerek. Bunu murasimlarda, sorullarda devamlı okup duruşumuz gerek. Balalar öğütüşümüz gerek, üzümüz okuşumuz gerek. Mana bu, bir millet kollektifini bir arada tutup durduğun amillarının birisi. Bu sözüm, haqiqiy vatan suydigan, millat suydigan shoirlarga, muzikantlarga bir chaqiriq bo'lib qolsin. Mushunda tekstlarni yozgan shoirlar. O gungilarning keragi yo'q. O qo'shmaq o'dak jukkepinek she'rlarning shu anda bugungi Uyg'urlar uchun hech keragi yo'q. O'zingizni mashhur qilishga tirishadigan u naslning hech keragi yo'q. Bugun bizga bu kerak. Buni yozing va muzikantlar muzikasini ishlasin. Bizning milliy marshimizdan boshqa bir qancha marshlarimiz bo'lishi lozim. Her davrda boshqa millatlar mushundaq xalqiliq davrlarda marshlarni barliqqa keltirgan. Xitoylarning Yapon qarshi urush davridagi marshlarini eslab taqinglar. Hatta şu devlet marşı qilgan qo'zg'al deganmi, shu 30-yillarning oxirlari maydonga kelgan bir marshdi. Urayli qilishni alvaslar beshiga degan marshlar vardı. Her devirde, bu shunday xalqiliq davrda hamma millatda marshlarning maydonga kelishi, aş toplashgan joylarda buni o'qish orqali hayajonga kelish. Qalb birlashidi shunda. Yana bir Amerika filmi var. Bir tankı urush tasvirlangan. Rossiya oldingi sepidan bir tankı qo'shinlarining bir ofitseri G'arb frontiga yo'tkab kelindi. Uni aeroplan bilan kuzatib ketayotgan havadagi razvedchik resimga oladi. U ofitserning bir kichik mashinada ketayotganini ve onu tanıydıqanlar bu Rossiya frontidagi bir tank qismlarining ofitseri, bir mutaxassis deydi uni. Bunun bu G'arb frontiga yetkilishining qarg'an vaqtida G'arb frontida tankiga tayangan nayt cho'ng bir hujum tashkillash ehtimoli bor deb faraz qildi. Mana shu tank ofitseri bu tarafdagi tanki qismlarga kelgan vaqtida tankistlarni, ya'ni tankı haydaydigan jangchilarni ko'zdan kechirdi. Qarasa hammasi 17, 18, 19 yoshli kichik bolalar. Yani bu yerda men eski ochmayapman, bu kichik bolalar bilan nima ish qilaman deb xapolab ketdi.
Ama bular yanılı Germaniyalik, yanılı nemis milleti deb onunla anda dokusundu ve şu sorunun üzerinde birisi marş başlaydı. Aşı marşını okuvatkan ay sorunda hatta körep ottağa adam mı hayacanlandı. Bir putunu urup. Marşlarının mana muşunda rolu var. Onun için çokum bir qancha marş meydana gelish kerak. Düşman millet kollektifini bir arada tutup turdigan hukumlarga hücum qilishi mumkin. Zaten bu hücumni his qildik, ko'rdik. Marşning necha xil variantini o'tirg'i chiqadi va uning talishi yuz beryapti. Şunun o'xshash ishlar mavjud. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. O'zininkini rast qilib, o'zininkini rast qilish uchun bo'ldi emas. Ya birisi o'tirg'i chiqqandan keyin bo'ldi. Yana birini o'tirg'i chiqarishning nima keragi bor? Agar bo'lsa yolg'ini, avsi rost bo'lgan taqdirdami, bizning bu sharoitimizda eg'izni cho'p tutmak lazım. Bo'libdi demek lazım. Bu talashning tugamaydiganligini faraz qilg'ili bo'ladi emas. Millatning ahvoli hammamizga ayon. Uning uchun eng avval birisi chiqdimi? Mayli o ma'lum darajada xatolari bo'lsin, mayli to'g'risi bo'lsin, yana birini chiqargan qaraganda yaxshi bo'ladi. Ammo buni dushmanning quturtishi bilan ba'zi hamoqat odamlarimiz o'tirg'i chiqadi. Ve bunun ergeç küçülleri hemen tepeledi. Bir narsa o'tirg'i chiqqandan keyin uning ergeç küçülleri hemen tepeledi. Endi bu hukmlar nimeler deganda biz bir düşman bir nishon hukmimizni dedik. Milliy shuarimiz bo'lishi mumkin dedik. Milliy marshimiz, bayrog'imiz, devlet girbimiz. Devlet girbinin bir qancha nusxasini o'tirg'i chiqadi inshaalloh. Şu anda. Hozirgacha her top o'zininkida jahillik bilan ching turmoqda. Davom qilmoqda. Xatoni tuzaydi demek. Endi hukumlarning mushunda millet kollektifini bir arada tutadigan hukumlarning tabiriy ahamiyati nima? Shunchalik muhimmi? Bular haqida yuqoridagi tushunchalarimizni yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu hukumlarning muhimligi bu inson toplarini milliyleştirdi bu hukumlar. Dikkat, milliyleştirdi. Ularni biyologiylik bir düve. Biyologiylik degan vaqtda jism,